Obunachilar sizlar bilan o'sha Falplay. Hozir sizlar bilan birga horror modlar bilan survival qilamiz. Mana уже quyosh chiqqan. Hozir men videoni boshlab yuborishim kerak. Bo'lmasa, ana horror mahluqchalar chiqib meni qiynab qo'yishi mumkin. Bu arada tez obuna bo'lib qo'yinglar. Men yaqinda shu kanalimda 3000 obunachiga erishgim kelyapti. 3000 ta obunachi bo'lsam, albatta sizlar bilan birga kommentariyamga yozib qoldirsangiz, kim bilan video olishimni yozib qoldirsangiz, endi katta youtuberlar bilan yozib qoldir. Katta youtuberlar aytmaylar, chunki ular bilan bog'lanishim qiyin. Endi ular qo'sh tirnoq ichida kibrlari ko'p. To'g'ri. Xohlasangiz sizlar bilan ham o'ynashim mumkin. U sizlar xohishlaringizga qarab. Men agar tezda 3000 ta obunachi bo'lsam bo'ldi. Niyatim shu men. Endi yaxshigina tosh olishga joy topish kerak. Qo'y. Yep, bile. Bunu öldürüş gerek ey. Ölmeyecekti bana. Öyle ahır. Şu man şu. Ya ben bir ölge düşmeyeyim. Koydu bana sağlık kaldı. Keyin obunachilar kommentariyani bangalab qo'yasizlar. Yana agar menda qancha like so'rasam ekan. Mayli. Ko'p emas 20 ta like yig'ib bersanglar, yana bitta horror video olaman. Men bilan video qatnashmoqchi bo'lganlar video kommentariyasiga o'zlaringiz yozib qoldirsangiz bo'ldi. Shu yerda kavlab chiqsam kerak endi. Tashlashim. Normalnigina ko'p tosh olish kerak. Bu horror mahluqlar вообще kuchli-da. Ancha kuchlilarini qo'shdim. Yo'may ovozlar eshitilyapti. Sizlarga ham eshitilgan bo'lishi mumkin. Balkim eshitilmas. Ko'ramiz-da. Men o'zlaringiz ko'rasizlar, men ko'p reklamalar chiqarmayman, reklamalar kam bo'ladi mening kanalimda. Shuning uchun tezda obuna bo'lib qo'ying. Ko'p obuna bo'lish, like bosishlarni ham ko'p so'rab yotmayman. O'zlaringiz bilasizlar. Lekin hozirda menga shu like'laringiz, podeshkalaringiz kerak bo'lyapti. Hozir bolta cho'p yasab olsam, kirka bitta qilich yasab olaman. Topor bilan mana buni chopsam, endi biroz daraxt yig'ish kerak. Ba'zi daraxtga kerak bo'ladi. Kech tushganda bizni horror mahluqlar qiynab qo'ymasligi uchun. Sigir. O'ldi. Endi tez qo'y topish kerak, qo'y kravat yasashga. Qani qo'ychalar. Mana qo'y. Ikkinchi qo'y bu. Yana qo'y topsam bo'ldi. Kravatga uchun tayyor. Men tushim kelmayapti pastga. Chunki hozir pastga tushsam o'lishim aniq. Yo'ma bu yangilanishga anos-ku. Daraxtda. O'rmonga kiring kelmayapti o'rmonga. Chunki yangilanishga qo'shilgan mahluqcha, pizdukcha meni o'ldirib qo'yishi mumkin. Suvdan shu keyingi joyga o'tib olishim kerak. O'zi abed bo'ldi. Abed dermadi. Tushga yaqin dermadi. Shunaqa. Короче, shu. Suv tagida temir ko'ryapman lekin kelmayapti o'zim. Suv tagiga tushib kavlab olsam azob bor.
bitta jun kerakda, bitta qo'y yo'qmi? Men bechoraga. Kommentariyaga yozib qoldiring, siz qayerliksiz? Masalan, men Samarqandlikman. Samarqandliklar like bosib qo'ydi. Qani mana shu yerdan temir chiqdi, temir olib ketish kerak. Shunaqa joylarda temirlar lekin normalligina bo'ladi. Toshlar bor mana bunaqa joylarda. Yo'q ekan. Qani qo'ychalar yo'qmi? Qo'ychalar. Mazza qilib bir qo'yib olaylik. Qo'y go'shtidan bir normalligini bitta ovqatcha qilsak zo'r bo'ladi. Qani. Hozir men niyatim shu bir kecha yashash. Mana shu videoda niyatim bir kecha yashash. Endi video davomi chiqishi uchun shu 20 ta like kerak. 20 ta mayli, ko'p so'ramayman, 15 ta like, 15 dona like. 15 dona like yig'ib bersanglar, videoning davomini ham reski chiqarib olaman. Yo-mayo, mana shu yerga chiqolmasam. Parkur chiqman-ku, nimaga chiqamayapman bu yoqqa? Bani chiqolim tushib ketdi. Voy bля. Amayli. Qani berdi. Shuni qani ketdik. Tepaga chiqib olishim kerak. Bir amallab. Yo-mayo tushib ketdim. Amayli, mana shu yo'ldan chiqamiz. Obunachi. Qo'y. Ana obunachilar qo'y, mana shu qo'y. Bo'lgan. Qo'y berdi. Ana qo'ydi ham. Endi suzib o'tib, bironta ochiqroq joyga borib olishim kerak. Hamma oq o'rmon. Daraxtlar. Mana yana bitta qo'y. Endi qo'y kerak emas. Chunki keraklisi qo'ydan yig'ib oldim. Yo-mayo, bu yerlar tekis joy yo'q-ku. Daraxt yo'q-ku. Hamma yoq daraxt, falobat. Bu yerlar yana suvga tushib ketdim. Obunachilar bilasizlar, yaqinda men tug'ilgan kunim bo'ldi. Endi yaqin emas, mayda bo'ldi. 22-may tug'ilgan kunim bo'ldi. Endi shu uchun men tug'ilgan kunimni xursand bo'lishim uchun bitta ozma o'tkazsalar, ancha xursand bo'lardim. Mana bu yerim bolalar. Tepaga qurib chiqsam. Daraxtdan endi tepaga qurib chiqish kerak. Mana shu balandlik yetsa kerak. Balkim yetar, balkim yetmas. Bo'ldi, endi yon tarafga qursak bo'ldi. Yo-mayo. Uch maxluqlar ovozlari chiqyapti. Pizdukchalarda. Bля, obunachilar mana daraxtlar.
Ne toska qo'sam bo'ldi. Bo'ldi. Endi verstakni ol. Yo-mayo, menga pechka yetadigan daraxtim yo'q. Mayli. Bitta kravatcha yasab qo'yib. Yo-mayo, ana obunachilar. Ana knopka yermidi shuni. Bana uxlamadim men. Uxlaymanmi deb ustiga bossam kravatni. Yo'qolib qoldi knopka. Bana qanday uxlayman? Kuching bormi? Yo'qmi? Kallasini qiyshayib shuni. Yo'qmi? Kallasi 360 gradusga aylanyapti obunachilar. Bana. Obunachilar. Sizlar uchun shu. Obunachilar. Voy bular. Voy jallab. Nima edi bu? Voy bular, yuragim. Voy bular. Yuragim tushib qoldi obunachilar, yuragim tushib qoldi. Ko'rdinglarmi qanaqa chiqib keldim? Qanaqa chiqib? Kallasi qiyshaygan olim ag'ardan chiqib keldi-ku. Bana rayim. Qiyin bo'lishi aniq ekanda bizga. Hozircha vaqtinchalik yo'qolib ketdimi bilmayman. Hali ham pastda turibdimi? Obunachilar, men yuragim dosh bermay. Shu bir kecha yashab qoldim. Videoning davomi chiqishi uchun 15 ta like so'rayman sizlardan. Xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan o'sha foul play bo'ldi.